Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görüşler. Vaka ve Mulayez programımızın 20. saniylik görüşümlerini kızgın karşıladığımız ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz hemen malum boğandak biz bu programımızda şu en yeni oturuğa çıkan gün tarafdaki meselelerini del vaxtıda şu sahanın mütehassislerini, alimlerini teklif kılıp milletimizge meyli qaysı mesele olsun şu mevzurumuz buna bir aldı hikayeni tepsili halette mülayez kılan şekilde sunup kilovatımız bugün bütün ilanımızı beğendik. İntihar mühim bir temada söhbet kılış için huzurunuzda oturuptuk. Aldı bilen ben bugün aslında ilan saat 6'da huzurunuzda bulmak istedik. Lakin bazı bir hizmetinin aldıraşlığı sebeplik keçikip kaldık. 40 minut keçikip kaldık. Keçirim sorayımız kardeşlerimizin. Bugünkü aziz mehminimiz programımızdaki ta Şveysariyadan kelgen elbette ilgirmi bir qancha qitimliq istiqlalning shu muhim suhbatlerde bizning mehminimiz bo'lgan ama tunji qitim istiqlal studiomizda bugun bu Türkiye ziyarati sababli bu yerda bo'lgan fursatdan foydalanib ham temamizmi o'ziga xos bir tema bo'lganligi uchun teklif qildik. Aziz mehminimiz Shveysariya davlat kuchli texnik shirkati ali injeneri fizik fanlari doktori hurmatli doktor Abdushukur Abdurashid efendim mehminimiz keldi. Ko'p rahmat aytamiz aldidan. Assalomu alaykum. Men bu sizlarninki bu studiyaga loyiha taklif qilganingiz uchun rahmatimni bildiraman. Agarchi burun biz tor orqali jiroqdan so'zlashgan bo'lsakmi, bugungi kayfiyatim boshqacha, chunki sizlarninki studiyangizga kelib suhbat qilish men uchun bir sharaf. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydonda tarqatilib o'tadi. Ekran aldı chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif savollar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda bo'lsa aslida bu programni biz shu ilgari Reuters'ninki xabarda bugungi masalan Xitoyning yangi hakkerlik quroli qancha xatarlik degan temada suhbat qilaylik deb o'tirdik. Aslida fevral 28 fevralda chiqqan bir xabarda Reuters'da shu vaqtida qilimizda planni tuzab bu Xitoyninki yangi pash bo'lgan bu hakkerlik quroli haqidagi hem bizning shu da'vodagilarning diqqat qilishi ham bu qurolning nurg'un davlatlarning shunchalik ehtiyot qildi buningga degan masalalarda biroz xalqimizga ma'lumot berish uchun qilaydi deb turgan vaqtimizda Abdushukur apandimniki yaqinda Turkiyaga kelganligini shu vaqt xabar etib bir aqlanmışa kelganda ham bir tafsili yüz o'ltirib bir program qilaylik deb biroz kechiktirgandik. Chunki tema jiddiy bir shu kunlik qimmat olmaydigan bir tema bo'lganligi uchun shuna oldi bilan shu kundagi bir xabarni qisqa bir xabar ko'rib o'taylik, undan keyin shuning ustiga bir paranglashgan bo'lsak. Rahmat. Amerika ittifoqdoshlarini Xitoyning hakkerlik qurolidan ogohlantirdi. Yaqinda Xitoyning yangi hakkerlik quroli bayqalgan bo'lib, Amerika ittifoqdoshlarini bu qurolning xatiridan ogoh bo'lishga chaqirdi. Reuters agentligining 28 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Amerika tor bexatarlik shirkati Symantec'ning bexatarlik tadqiqotchilari Xitoyning intayin murakkab qurilmali hakkerlik qurolini bayqaganligini 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon kishilarning bu qurolni bayqay olmay kelganligini bildirgan. Amerika amaldorining aytishicha, bu shirkat yaqinqi oylarda bu masalani Amerika hukumatiga bildirgan bo'lib, Amerika hukumati bu uchurni chet ellik sheriklari bilan o'rtoqlashgan. Symantec shirkati dushanba o'zi tadqiq qilib bayqagan Dashin deb atiladigan hakkerlik qurolini e'lon qilgan. Amerika tor bexatarligi va ul aslaha bexatarlik idorasi CISIning muavin mudiri Clayton Romans biz ilgari bu narsani ko'rib boqmagan. Bu biz erishmoqchi bo'lgan uchurlardan biri degan. Bildirilishicha, Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi bu haqda hech qanday inkos bildirmagan. Xitoy doiralari davomli mas'uliyatdan qochib, o'zlarining hakkerlarning qurboni ekanligini, har xil tor hujumiga qarshi turadiganligini o'tirg'a qo'yib kelmoqda. Tor tahdidi birlashmasining bosh tahlilchisi Neil Jenkinsning aytishicha, bu yomon g'arazlik yumshoq detalning iqtidori nihoyatda ko'rinarli bo'lib, bu xil ommaviy tadqiqot bo'lmagan taqdirda buni bayqash nihoyatda taskin to'xtaydi ekan. Symantec'ning texnik direktori Vikram Thakur shirkat mazkur yomon g'arazlik yumshoq detalni Xitoyga bog'laydi. Chunki Dashinni asos qilib qurashtirilgan zapchastlar va Xitoyga munosabatlik boshqa kompyuterlarning hakkerlik ul aslahalari yoki tor hujumining birlashtirilganligi bir haqiqat degan.
Simon Tekning tadqiqotchilarining aytishicha, tajovuz qilish ko'lami va murakkabligi sababidan Xitoyning Dashindan iborat bu qurolidan ogoh bo'lish hamda diqqat qilishga arziydi ekan. Takurning aytishicha, Dashinning ziyonkashligiga uchrag'uvchilar Osiyo va Afrikadagi yuqori darajali organlarni, G'arbdan boshqa hukumat organlari hamda Adliya ministrligini o'z ichiga oladi ekan. Xo'sh, ko'rmalarimiz bu xabarni birlikda ko'rib o'tdik. Doktoram da şu temamızga albatta Dashindan tafsili baranışımız. Aldı bilen bir umumi şu hakkerlik meselesini biraz bir milletimizden hemmesi biraz bir düşünüş için bu hakkerlik diye nime qaysi qancha türgü bilindi, nime işler, qaysi maqsadda işletildi degandek muşdan bir cevap berib başlayamiz. Biz şu uçur texnikasi haqida suhbatlashgan vaqtimizda, masalan, uçur texnikasi degan bir mesela bir en asasi gövdesi kompüter. Kompüterning kirish sistemasi bo'ladi, saqlash bartaraf qilish sistemasi bo'ladi, chiqarish sistemasi bo'ladi. Ya'ni uçur kompüterda bartaraf qilinib, saqlandi yoki ta'minlandi. Demak, şu kompüter bilan ma'lum doiraning ichida mashg'ulot qiladi. Endi bu hakkerlik deganda bu bir 60-yillardan keyin şu uçur texnikasining taraqqiy qilishiga ergishib asta-asta shakllangan bir kultur bu. Şu uçur texnikasidan shug'ullangan mutaxassislarninki de şu uçur texnikasini ishlatishdan shakllangan bir kulturi. Endi yig'inchoqlab aytganda hakkerlik deganimiz endi kutilgan yoki ruxsat qilingan doiradan chiqib turib, alayda bir rayonda yoki ruxsat qilinmaydigan doiraning ichida mashg'ulot deb berishni biz hakkerlik deymiz. Endi bu hakkerlik deganimiz asosan ko'pincha şu bexatarlik yoki bo'lmasa şu ishlatilish doirasidan eshib ketgan mashg'ulotni ko'rsatadi ko'pincha Allohda. Türge ayrılış mesela qancha türge mesela de anlayımız oq şepkilik hakkerlar qari şepkilik degandek mesela. Bu hakkerlik degan vaqtida şu abay degandagidek şu uçur texnikasidagi ma'lum sondagi mutaxassislar şu kompüterning iqtidorini texmo jonlantirish, aning keyindan kutilmagan ahvollarni bayqab chiqish uchun bu texnikani qo'llangan insonlarni biz abay hakkerlik dedik. Bunun içinde yaxshi g'arazlik insonlar var. Mesela biz ko'pincha vaqtlarda kompüterni degan vaqtida kompüterning qattiq detal qismi bo'ldi, qattiq detalni boshqaradigan ma'lum darajadagi programmasi bo'ldi, BIOS deymiz biz uni. Uning ustida yuklanadigan mashg'ulot sistemasi bo'ladi. Uning keyindan shu mashg'ulot deb berish uchun masalan kirish chiqishni kontrol qilgan narsalarni firmware deydigan kichik programmalar bo'ladi. Mashg'ulot sistemasining ustiga şu yurgizguchi qo'llanchi applarni qachilagandan keyin yoki sandallarni qachilagandan keyin bir mukammal bir ma'lum bir masalani hal qiladigan bir yechim qo'yildi. Bu yechim inson tarafidan programmalanganligi uchun ham texnika davomli taraqqiy qilib turganligi uchun ma'lum bexatarlik yoki texnikalik yutuqlarning bo'lib turishi tabiiy ahvol. Bu texnikalik şu meselelerni hal qilish, şu ta'minlayotgan mulozimatning sutini o'stirish uchun bir qism insonlar maxsus şu yutuqlarni izlab, mush jihatdagi tadbirlarni kuchaytirib mangdi. Bularmi ma'lum darajada aytgan vaqtida bu bexatarlik mutaxassislar bo'ladi, ammo ular şu qilayotgan yechimninki foydali tarafi uchun bu mashg'ulotlarni qilib berayotganligi uchun biz ularni yaxshi hakkerlar yani abaydadığınız akşapkilik yoki oqqalpoqlik bu hakkerlar bo'ladi. Endi yana bir tarafdan deganda mush yutuqlardan foydalanib turib, mayli o'zininki siyosiy manfaat uchun yoki iqtisodiy manfaat uchun, hatto qonunsiz harakatlar uchun maxsus sistemlarni buzadigan yoki hacker harakatni olib boradigan insonlar bo'ladi. Bular qarshapkiliklar bo'ladi. Ondan keyin aslında ahşapkilik buluşqa, oqqalpoqlik buluşqa tegishlik, ammo ba'zan vaqtida chegaradan olqib ketadigan bir qism insonlar bo'ladi. Bularni biz masalan kulran shapkilik deganga o'xshash shunday bir qancha turlarga bo'lindi. Endi bu hakkerlik degan biz ko'pincha Allohda negativ ma'nodan tushunamiz. Ammo bu yaqinqi mezgillarda shu hacking bilan şu başka mesela faaliyetlerini tekniklik bulunma tekniklik sahada
Mesela insanlarınki şu ma'lum texniklik sohadagi bilimini texmi yükseldirish, şu mevcut bo'lgan texnik orqali texmi cho'ng ishlarni qilish uchun faoliyatlarni tashkillab, guruhlarni shakllantirib, musobaqa shaklida bir ishlarni qildigan ish va mesela hackathon deydigan bir faoliyatlar bor, texniklik faoliyat 3 kunlik o'tkaziladi. Yoki bo'lmasa Hackfest deydi. Hamda uningda hem bir tarafdan texnik o'rganadi, texnikaning mukammallik darajasini sinov qiladi, yana bir jihatdan xuddi o'ltirish qilgandagidek bir ishlarni qiladi. Bu yerda chuqur hackathon yoki Hackfest bo'lsa, yoki ma'lum bir davlatninki sistemasini buzib kiradigan bir faoliyat emas. Bu faqat texnikiningki yana bir yuksaklik darajasiga chiqish uchun musobaqa xarakterli qilib boradigan bir faoliyat. Shunga hackerlik chuqur salbiy narsa bo'lishi, chuqur salbiy ma'noda bildirishni ataydi. Haqiqatan bu nuqtaga diqqat tortganligimiz bek muhim bir masala bo'ldi endi. Anglashqa yoki ko'pincha salbiy ma'nodagi uchurlar ancha-muncha tilga aylanishgan. Bu ishning xuddi bir albatta qonunsiz taraflari bor. Millatda har qanday davlat bugungi kunda bularsiz yana bir qo'shinlar olganda maqsad shundan nurg'unlagan mutaxassislarni maxsus shu davlatning har xil uchurlarini qo'g'dash uchun ishlatadigan bugungi kunda. Bu bo'lmaydigan bir sohaga ayinliqlik albatta yoshlarimizning buniki to'g'ri shaklda ishlatilishini o'rganishi bu sohada taraqqiy qilishi haqiqatan muhim bir masala deb qaraymiz endi. Hamda shu hackerlik masalasi, Xitoyning bo'lib to'g'ri josuslik masalasi yillardan buyon kun tarafdan tushmay kelayotgan bir masala. Butun dunyoda bularninki har qaysi davlatlarninki muhim organlarga u yerga kirish orqali texnik o'g'irlash bo'lsin yoki har xil ma'lumotlar hujum qilish, vayron qilib o'tish degandek. Mushu sohada Xitoy hakkerlari yana asos jihatdan qaysi sohalarga asosli hujum qilyapti endi? Amaliyotda Xitoy hakkerlari hujum qilgan doira hamma doiraga chetiladi. Masalan, tarixda bir taraf yana bir tarafni urushda yengmoqchi bo'lsa, oldi bilan ularninki qayerga hujum qilganligi, qanday tayyorligi borligi, qanchalik kuchi borligini uchurni egallash askariy jihatdan, harbiy jihatdan ustunlikka elib kelyapti. Hamda hozirgi zamondami gerçi biz istutak bilen to'lgan bir urush maydonida bo'lmasakmi, ammo shu sanoat jihatdan bo'lsin, mayli harbiy jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, diplomatik jihatdan bo'lsin, mush uchurga erishgan davlat bo'libmi diktator davlat o'zini ma'lum sohada ustun o'rin qo'ya oladi. Shuning uchun bu Xitoy hakkerlarininki bu qiziqadigan sohasi oldi bilan mush davlat organlarininki, uningki harbiy masalan qurilmalar bo'lgan bo'lsa, hatto shu telecommunication, shu telefon sistemasi masalan, undan keyin shu mahsulot ishlab chiqaradigan sistemalar, undan keyin energiya bilan ta'minlash, masalan oddiysi energiya bilan ta'minlashni oldigan bo'lsak, sanoatning jini yanalam elektr shu tok bilan ta'minlash sistemalari. Masalan davlatlarning tok bilan ta'minlaydigan sistemalarni palash o'rniga tushirib qo'ya olsa, masalan sanoat keltiradigan ziynimi yuqori bo'ladi. Shuning uchun shu sohalarning hammasida hakkerlikninki qo'li bor deb qaraymiz. U sanab bir tugitadigan bir tizimlik emas bu. Xo'sh. Undan sonra şu Xitoyning texnika o'g'irlash masalasi tamomla xabarlar chiqayotgan. Hatto o'tganlarda Amerikada masalan nurg'un universitetlarga shu Xitoy tarafdan kelgan o'quvchilarni jiddiy tekshirib elish, agar Kommunist partiyasiga a'zo bo'lgan ularning ballari bu degan bo'lsa chiqarib o'tish degan masalalar tilg'angan. Bevosita o'quvchilarni avatib shu yerda o'qitib, u yerning texnikalarini o'g'irlashdan sirtmi asosliq tor sohasida ko'proq hujum elib berildi degan gapman. Bugungi kunlikda shu uchur texnikasi, sonliq ma'lumotlar, shu raqamlik dunyodagi sonliq ma'lumotlar bilan chetilmaydigan sohalar asosan qolmadi. Masalan, ma'lum bir loyiha, ma'lum bir sohadagi to'plangan sonliq ma'lumot, qo'g'dilishga tegishli bo'lgan, masalan, ma'lum bir patent degandek uchurlarning hammasi normalda shu uchur shu saqlag'uchlarda saqlanadi, kompyuterlarda saqlanadi. Endi shu uchurlarga agar erişilse, mesela ehli mülk hukuku münasebetli bir kısım tekniklerini uğurlaya alırsa, elbette ular şu teknikinin asası teximi yükseldirip yeni işlerini vücuda çıkarışı mümkün.
Şunun için o ihtimallıqni ben herkes chatga qoqmayman. Mesela hackerlik arqılıq mesela yeni texnikalarni vücutga keltirish uchun mavjud bo'lgan texnikalarni o'g'irlash mushum bir soha. Hujumga uchrayotgan davlatlar masalan Amerika boshliq va siz turayotgan Shveysariya. Bu davlatlar masalan bu Xitoyning hujumlariga yana o'xshash shu o'zininki texnik kuchli hakkerlar bilan taqobil turamdek boshqa ve paş bo'lganda qanday jazolar var masalan bu masalaning tutib olgan bo'lsa masalan. Masalan men bir oddiy bir misol olay, Shveysariyaningki shu harbiy sohadagi mush taraqqiyotni yetakchilik qilgan bir shirkat bor. ROAC deydigan. Bu shirkat bir qancha yilning oldida shu Rossiya tarafdan hamda bu bevosita Xitoy bilan chetishlik yo'q, ammo bir misol shaklida o'tirib qo'yapman. Rossiya tarafdan hujumga uchraganligi aniq bo'lib, bir qancha terabayt muhim bo'lgan uchurlar o'g'irlanib ketgan. Bu cho'ng bir tem bo'ldi. Birsiga bu endi bir tarafdan bu shirkatga keladigan besim meg'ir bo'ldi. Xo'sh. Nima uchun bu uchurlar yetarli darajada qo'g'dalmagan deb shirkatga bir tarafdan besim bo'ldi. Ikkinchi tarafdan Rossiyaninki shu hakkerlarning hujumi bo'lganligi aniq bo'lganligi uchun, chunki kelayotgan hujumning manbasi va yoki hujumninki qilish shakllari jihatdan aytganda ruslarga yaqin bo'lganligi uchun bular faqatlam diplomatik jihatdan norozilik bildirdi. Ammo uningdan cho'ng bir ish bo'lmadi. Endi agar Shveysariyami bir shunda hacker guruhlarini tashkillab Rossiyani ham o'xshash bir o'xshash xarakterdagi shirkatlari yoki boshqa bir shakldagi hackerlik hujum etib qolganligi u to'g'riliq mening ma'lumotim yo'q. Agar bo'lsa-mu hech qanday bir davlat biz sana hackerlik hujumi qildik deb uni matbuotda yoki mediada oshkorlashini atayin. Xo'sh, xo'sh. Haqiqatan abaymi siz deb o'tgandek bo'lgan shu istuteksiz urush rayonida devatqinimiz ham shu ba'zi to'rbatlar var naq maydonda shu butun dunyoda har qaysi davlatlarning bir-birisiga to'r hujum qilayotgan chiqib turadigan 24 soat ochiq bir to'rbatlar ekan. Shu yerda xuddi hozir Rossiya Ukraina urush bo'layotganda davlatlarning bir-biriga qilayotgan hujumlarninki 24 soat to'xtamay ilib berilayotganligi ko'rsatilgan shu yerda. Ama bu demek yani falan yerden keldi desem tutqulunmaydigan bir mevhum işte bu bir devletne mesela sen %100 kaldığın da hatta ötkende Trump vaxtida mı mesela bu falan yerimizge mesela tor hücum bolsa bunu biz urush sebebi deb sanaymiz deb aşında tehdit işletken mesela Xitoyga nurg'un masalalarda bu urush etishning sababi bo'ldi resmiy xuddi shu hakkerlar bo'lgan shu binoga masalan tasbit qilgan bir yerga masalan aniqlangan shu yer xuddi bomba etiblan u yani vayron qilib turgandeklar bir xil talaffuz uchun bu urush etishning bir sababi bo'ldi bu degandek. Yani odatda unda shu ko'pincha ahvolda bilinmaydi degan gap yani. Yoki aniq bir davlatni %100 sen qilding buni deb qilolmaydi yani. Mesela biz VPN deganga o'xshash IP adresini yushiradigan yoki boshqa yerga qilib ko'rsatadigan usullarni bilamiz. Mesela shuning o'xshash bir usullar orqali ular albatta qayerdan kelayotganligi, kim ekanligini yushirdi. Endi buningki yushirish uchun bu shu VPN o'xshash qurollarni ishlatish uchun ma'lum bir kontrol bütün kontrol aslında bo'lmagan bir davlatlarningki yo'li orqali qiladi endi. Ko'pincha davlatlar shu mulozimatlarni ta'minlaydigan shirkatlar masalan shu hackingga munosabatlik ishlarni qilgan vaqtida o davlatlarningki masalan mulozimatlarni ta'minlaydigan shirkatlar bu xil yo'lni cheklaydi odatda. U hamma yerda qilish imkoniyati yo'q. Bir qism yo'llarni tepish orqali bular o'zining kimligini yushirdi. Ammo shu hujum qilishning usuli yoki ishlatilayotgan qurollar burun tarixda masalan bo'lgan bir qism usullar qayta-qaytadan takrorlangan bo'lsa, demak shuning qarab turib bular qayerdan kelayotgan hujum yoki kimlar tarafidan qilinganligini faraz qilishga bo'ladi. Uning ustiga ko'pincha vaqtlarda shu hakkerlarningki harakati shu navbatdagi geopolitik bilan munosabatli bo'ladi. Masalan, hozir Ukraina bilan Rossiyani o'rtasidagi urushni qildik. Agar Ukrainaning ishlarini hacking qilgan bo'lsa, albatta uni oldi bilan qo'limiz Rossiya tarafga qarab ko'rsatildi. Masalan, shuning uchun ko'pincha vaqtlarda shu geopolitik bilan munosabatli. Masalan, Xitoy bilan Amerikaningki
soda urush tufaylidan hali cho'ng sachiliklar bo'ldi. Masalan, Amerikadagi uchirgan bo'lsa, ko'pincha vaqtlarda albatta Xitoyda faraz qilishi to'g'ri mumkin. Xo'sh. Haqiqatan ham bu shu bo'lib mesela Turkiyadan mesela shu Ay Yulduz team deb bir nim bordi. Har qatam Sharq Turkiston masalasi Turkiyada bir jiddiy kun tartib bo'lganda yoki bir ish bo'lsa, o'zlarining shu torbat e'lon qilmasa, yuzlagan Xitoyning davlat organlari torbatlarini ishlamas qilib qo'yganligi, ularning torbatiga o'zining bayrog'ini chiqarib qo'yib Turkiya bayrog'i qo'ygan deganda. Bu u davlatga biz bundan tor ekranni oldi bo'layotgan ishdek ko'ringan bilan amaliyotda bir davlatga necha soat bir kun taqilib qolib qolsa-mu, milliardlarcha dollar ziyon bo'lgan ish ekan bu. Yo'q bu sal qarg'ilmaydigan bir ish ekanda bu haqiqatan. Endi o'sha Xitoyning xabarimizda ko'rib o'tgandan keyin yangidan bayqalgan Dashin biz bu shu mutaxassislar ashada biz yillardan buyon buni tadqiq qilib mana bir narsani ko'rib boqmagan deb bu yangi bayqalgan bu Dashin hakkerlik quroli qanday qurol sizdan olganmisak. Endi bu normalda biz shu masalan shu qarshi tarafninki sistemasini buzib kirib, shu uchur o'g'irlash yoki qarshi tarafninki sistemasiga shu yomon g'arazlik yumshoq detallarni o'rnatish yoki troya etiga o'xshash narsalarni o'rnatish orqali ulardan uchur o'g'irlash uningki ma'lum bir nimasi bor. Qayta takrorlanadigan bir nimasi endizasi bor. Bu endizi degan vaqtida masalan abay degandagidek bir kompyuterda ma'lum bir yishimni sirtqa ta'minlash uchun uningki bir necha kirib chiqish nimasini protokol deymiz endi uni. Protokol degandek narsalarni yoki shuning kirib chiqadigan ishlarni biz echib uningga uchurlarni ta'minlaymiz. Bu yerda masalan yoki sistemdagi bexatarlik uchiqi yoki bo'lmasa yomon g'arazlik yumshoq detallarning sababidan ular sistemaga kirib uchurni o'g'irlaydi. Xo'sh. Endi shu mulozimatlarni ta'minlayotgan organ yoki bo'lmasa shirkat mayli qaysi nim bo'lsin, ularningki kuchlik bir bexatarlik tadbirini oldigan bir organlar bo'lsa, vaqtida uni reaksiya bildira oladigan bo'lsa, demak ularning oldini ola oladi. Lekin oldini ep bo'g'icha balki bir qism buzg'unchiliklarni qilishi mumkin. Buni demakchi o'g'lim endi uni maxsus kuzatadigan boshqa bir sistemalar, boshqa bir yumshoq detallar bo'ladi. Shu xil ahvol yuz berganda, chunki shu xil ahvol yuz berganda darhol qizil chiroq yonadigan yoki bo'lmasa uchirmaydigan ishlar bo'ladi. Endi bu asosan mesela biz kompüterin deganda qattiq detal dedik. Qattiq detalning ustida mashg'ulot sistemasi bo'ladi. Mashg'ulot sistemasining ichida mush qattiq detal bilan avval munosabat qilib, qattiq detaldagi imkoniyatni uning ustidagi yana bir qavat, masalan uchur almış sistemasi, shuni kuzatish sistemasi degandek Windows'niki bir qancha tarmoq sistemalari bo'ladi. Endi ko'pincha bu burunqa ishlatilgan hacker qurollari eng yuqori qavatdagi shu tor bilan munosabatli qismi bilan bo'ladi bu hujumchi. Masalan, shuni yomon g'arazli yumshoq detallar yoki virus nima bo'lsa, yuqori qavatdagisi bo'ldi. Siz demak kuzatayotgan narsa masalan o'shiqchi mengayotgan bir narsa bo'lsa kompyuterning ichida yoki bo'lmasa binormal tor harakat torda bir normal faoliyatlarning bo'lganligi ko'rsatilsa, bu yerda hacking bo'libdi deb uni nima qila oladi. Endi Dashinninki 8 yilning yoki 2013-yili birinchi nusxasi o'tirib qo'yilib, u bayqalmay, ammo balki jiddiy bir nima bo'lmabdi. Ammo u eng oxirgi nima qilgani, hozir e'lon qilgani 2011-yili noyabr oyida eng oxirgi faoliyati Dashinning nimasi bayqalgan ekan. Demak 8 yilning jarayonida taraqqiy qilib mukammallashish bir bosqichga kirgan. Ama bununki bu Dashinni nima uchun 8 yilni bayqaganmidi degan vaqtida bu eng yuqori qavatdagi shu tor bilan munosabat qilgan, anan keyindan viruslangandan keyin virus xuddi bir programmada kompyuterda ushqich qachilinib ijro bo'lib turgan narsa. Undaq bo'lmasdan bu yomon g'arazlik yumshoq detal Dashin bu mau yadro qismi Windows'ninki kernel deydi. Mesela kernelninki bir ashininki bir qo'zg'atquchisi bor. Shu yerga o'rnatilgan ekan. U qanday qilgan degan vaqtida
bu ayağı ornap bo'lgandan keyin bir qism shu mashg'ulotni mavjud bo'lgan mashg'ulotni o'zining mashg'ulot nimasi bilan almashtirdi ekan. Almashib turgandan keyin bu mavjud bo'lgan shu sirt bilan aloqalashayotgan mavjud bo'lgan protokolni qo'llanib turib sirtqa uchur yo'llaydi ekan. Shuning uchun bu masalan kuzatayotgan shu sistemadagi harakatni kuzatayotgan detallarni buni bayqayolmagan. Virusxo'rlarni bayqayolmagan. Virusxo'rlarni bayqayolmagan. Chunki mayada ma'lum bir kutubxona hujjatlarini almashtirib o'tgan ekan, mashg'ulotni almashtirib o'tgan ekan, u mavjud bo'lgan, masalan bir siz tor betining mashg'ulotini qiladigan bir yeshim bo'lgan bo'lsin. Uni bir 443 deydigan bir porti bor. Siz bu uchur 443 orqali kiradi, mashg'ulot nim qilib bo'lgandan keyin javob shu 443 kontrol qilayotgan yeni bir yo'l bilan chiqadi. Demak, mening bu yeshimim, torninki yeshimi, demak 443 orqali kirgan uchur normal bo'ladi. Men uni kuzatmayman deyman. Bu dashin men kuzatmaydigan yoki men normal deb qaragan rayonda faoliyat qilayotganligi uchun men uni sezmayman. Demek bu nima qiladi degan vaqtida xohlagan hujjatlarni o'qiydigan, xohlagan hujjatlarni yozalaydigan iqtidori bor ekan. Sizning kompyuteringiz ichida agar xohlasa uchurlarni to'plab bexatar holda, ya'ni bu oq ishik yomon g'arazdagi yumshoq detal deb qaraldi bu yerda. Sizga bir shu sistemlarga oq ish kechib berib, shu oq ishik orqali uchurlarni o'g'irlaydi ekan. Yana bir alayidligi bu dashinningki asosli merkezleştirgen nimo degende bevosita to'rda ko'rinmaydigan kompyuterlar. Shularga hujum qilgan. Qandaq degan vaqtida masalan bir organ yoki ma'lum bir harbiyga munosabatli bir rayon bo'lsa, bu yerda butun sistema bevosita to'r qo'llanmagan. Bu yerda mush to'r adreslarniki shaxsiy rayoni deydigan nima bor. Bular asosan shaxsiy rayonda IP adreslari shaxsiy rayonda qarashtirilgan. Bular bir-birlan aloqalashadi, ammo sirt bilan aloqalashmaydi. Sirt bilan aloqalashadigan shu bo'lsa, maxsus firewall masalan o'ttam orqali shu sirtdagi mashina bilan palana IP adresidagi mashinaga yoki chiqish yoki kirish bir qancha doiraning ichida, hatto ma'lum bir jo'grafiylik rayonning ichida shu sirtdagi kompyuterlarni aloqalashib, uni o'zi sirtdagi sistem bilan aloqalasholmaydi. Bu dashin qanday qiladi ekan desa, avval shu sirt bilan aloqa qilayotgan sistemning biriga shu yomon g'arazlik detalni qachilaydi ekan. Undan keyin maxfiy rayonning ichida harakat qilayotgan kompyuterlar agar shuni bilan shuqumlangan bo'lsa, kompyuter, sirtqa uloqliq kompyuter maxfiy kanallar orqali mavi kompyuter bilan aloqalashib ikki o'tirda oshqush almashtirish orqali bir bexatarlik bir ulanishni yasaydi ekan. Bu quluplangan bo'ladi ekan. Xo'sh. Ondan keyin bu agar yana bir kompyuterni bu bir tizimlik bo'ladi ekan, masalan bir qancha kompyuter shu nima bilan yomon g'arazlik detallar juqumlangan bo'lsa, bu linear shaklda masalan aningdan maningga degandek shu butun bir qurdagi masalan yoki bir qatordagi kompyuterlar bilan aloqalashib shu kompyuterning ichidagi uchurni ola oladi. Shuning uchun shu 8 yilning yoki böyle yangi bir hodisa bo'lganligi uchun bu bayqalmay kelgan. Shuni bayqalmay kelgan. Bu sirtli aloqa qilmaydi deganda muhim davlat organlari, harbiy organlar, masalan Turkiya davlatininki ma'lum xalq har qanday vaqtda xolis kirib bilan uning to'rbetiga o'zining talabini uni bajiradigan undan to'rbat ochiq bo'lmagan, xalqim ochiq bo'lmagan, faqat o'z ichidagi to'g'ri demoqchimiz sizlar. Mesela siz bir devletninki ma'lum bir organ to'rbetiga kirib, yoki mashg'ulot qilgan bo'lsangiz, o siz bergan sonliq ma'lumotning hammasi shu kompyuterning o'zida saqlanadi deganlik bo'lmaydi. O faqat sizga ko'rinadigan to'rbet, u kompyuter shu murakkab bo'lgan o'ttam yoki shu bexatarlik yo'llar orqali shu sizga bevosita ko'rinmaydigan
rayondaki sandan, yani mesela sallıq məlumatlar ambırığa ulunudu. Bu başka bir kompüterlerde bir neçə yüz kompüterler buluşu mümkün. Ama bu sandan boğan bu kompüterler mesela bir qancha kompüterler olmasa, ular bir-birlerini aloqalashadi. Yoki bo'lmasa shu mashg'ulotni qilayotgan adam ma'lum bir usullar orqali, bexatar usullar orqali shu sandan kirib mashg'ulot qiladi. Ammo u uchur sizga bevosita ko'rinmaydi. U qo'g'dilgan rayondan ichida. Masalan, siz şu kompüterning mesela ma'lum bir IP adresini bilib olgan taqdirdami, sizning u kompüterga kirish imkoniyatingiz yo'q. Çünkü sizin IP adres rayonunuz belki ottan markalık tosup kılınan buluşu mümkün. Yani olmasa onun kiriş uçurları sizin kolunuzda buluş natayın. Siz hatta onunki işletkiçi ismi bilen pasportunu ağanınızla mı? Yani iki kademlik delilleş usulları diyendeki yine bir xatarlik tedbirleri boğallık için sizi uçurdu bomballık için o kompütere kiremeysiz. Demek bunun kirgili bombaydı. Xitay bu uçurlarını alanmadı diyen gep oldu. Muş uçurlarını ele üçün qanday qilgan desa, tordu bombagan yoki bevosita ommaviy torga ulag'liq bo'lmagan sistemlardagi uçurni o'g'irlash uchun avval ommaviy torga ulag'liq bo'lgan bir kompüterni qo'lga kirgizgandan keyin o'sha qo'llangan kompüter dashinninki mush nimsi dashin qachilangan kompüterda Sayman Tekninki tepib chiqqanda, masalan, dashin qachilangan mushu yomon g'arazlik yumshoq detal qachilangan kompüterda boshqa xillik yomon g'arazlik yumshoq detallarni qachilag'liq ekan, masalan, bir qanchasi. Balkim dashinni qachilash uchun balkim shularni avval kirgizgan bo'lishi mumkin. Endi bu kompüterni qo'l ostiga kirgizib bo'lgandan keyin ma'lumotlar ko'rinmaydigan doiraning ichidagi kompüterlar. Agar u dashin bilan shug'ullangan bo'lsa, demak, bular ma'u masalan Xitoyda o'ltirib turib, ommaviy turdagi kompüterni kontrol qildi, buni kirdi. Bu orqali sakrab ommaviy turda ko'rinmaydigan rayondagi kompüterga kirib, shu orqali uchur o'g'ildi yoki buzg'unchilik qildi degan gap. Maqsad shu, turda ko'rinmaydigan kompüterlarga kirish. Demak, buningki masalan, buningki texnikalik tushuntirilishi va ikki blok maqolasida nayt tafsili yozilibdi. Bu nayt bir murakkab bir mashg'ulotning ekanligini aşağıda ko'ngildi. Shuning uchun mesela bu Windows'niki mush kernelni kontrol qilib, kernelning modullarini mesela programmalarni almashtirish orqali buni shu holatga kelgan. Shuning uchun uzungacha bayqalmaganlikning sababi shu. Xo'sh. Normalda albatta biz ko'rmalarımizga bizga aloqador mayli tashkilotlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, bularning diqqat qilishga tegishli masalalarimizni programning jarayonida so'raymiz, qadrli ko'rmalarimiz. Savol o'tgan. Şu hakkerlar yoki davlat mesela Xitoydagi mesela hujum qilmoqchi olan asas jihatdan şu kompüterlarimizga yoki şu sistemlarga hujum qilgan vaqtida eng ko'p ishlatiladigan usuli shu yerga so'qinib kirish uchun nimani ishlatadi normalda? Masalan, şu yumshoq detallar qachilangan vaqtida ishlatish qolaylik bo'lish uchun bir qism ishlatuvchi ismi bilan passwordni sınav için içip yirdi. Köpinci sistemlerini açtık. Mesela şu mesela hazır okul adısla az uçuraydı çünkü hackerlik çıkıp ketkenlik için. Mesela ma'lum bir yumshoq detalni qachilasangiz, uningki har qanday bir modem bir narsalarda ishlatuvchi ismi admin, password, shifresi password degan narsalar ko'p uchraydi. Mesela ashxil mesela sistemlar orqali ular hujum qilishga tirishdi. Mesela bir misolni deb beray. Men 2013-2014 yillarda birlarininki shu tor betini chet elga yetkazib etish uchun mendan bir masala so'ragan vaqtida men uyimdagi tor diskisidan bir bo'shliq ajratib qo'ygan. Bo'shliq ajratib qo'ygandan keyin u FTP orqali shu hujjatlarning hammani mening tor diskamga yetkazdi. Yetkidi yok, qanday bo'ldi desam, mening tor diskam tordan davomli ulash qilib bo'ladi. Men ishxonada o'tirib turib, uydagi narsalarni ag'il o'ldigan mendaq to'g'rilab qo'ygan. Shuni ichib berishim qilib, 2 kundan keyin meningki tor diskamga hujum boshlanib ketdi. Bir kunda 200 dan 300 gacha hujum keladi. Qarasam bularni qanday qiladi ekan desa, FTP, Telnet, SSH degan oddiy ishlatilgan qurollarningki passwordlarni bular
sınap mesela mavi pasportlan, a pasportlan elki bu ne elki brute force attack deydi ama şu nimede İngilizce'de bu elki qarğılaça bir xalqancha bir pasportni nem qilib ABCD, EFG mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 degan o'sha undaq pasport ishlatadigan odamlar nayt ko'p. Mesela pasportlar sandığına qarab baksanız nurgun adam 1'den 8'gacha yoki A'dan F'gacha pasportni ishlatadigan yoki bo'lmasa yüzden ki 9-yil kunni pasport qilib ishlatadigan odamlar nayt ko'p. Hamda hozir ko'pincha sistemlar undaq pasportni qo'llamaydigan bo'ldi. Ammo u zamonlarda bo'ladi. Shular qarab baksam bular shu xalqancha pasport yasab mening sistemamda echiqtirishib qilibdi. Ama men bir minutda 5 qatam hujum qilsa IP adresini to'sib degan bir narsani aktivlashtirib qo'yganim uchun IP adreslar quluplanib ketdi. Keyin IP adreslarga qarab baksam Beijing yoki Shanghay'ninkimi, Guangzhou'ningmi har bir rayondan chiqqan bu IP adreslar. Demak, shu Xitoyninki hakkerlari demak hujum qilishtirishgan. Demak, cho'g'ini menda bu ko'pincha qo'llanadigan usulning birisi. Pasport ojiz bo'lsa Şu bir sistemden birini yasap, bir küçük bir programdan birini yasap, hem pasportni mesela bir xanadan 8 xanagacha bo'lgan pasportni, adli pasportni yashmak uncholar bek murakkab ish emas. Bular shu adam başlap zetgacha, birdan başlap 0gacha sonlarning birikmasi orqali bular sinab boqadi ekan. Sinab qaysi pasport gap qolsa demak pasportni oldi degan gap bo'ldi. Bu bir xil usuli. Hem de yana birisi nima deganda, balki beliqning uchiga qamoqning uchiga kichik beliq tashlaganligidek bir usullarni qo'llanib, sizningki e-mailingizga yoki bo'lmasa SMS'ga ma'lum bir narsani avatib, siz uni xato ichib solsangiz, kompyuteringizning ichiga bir narsani o'rinlashtirib yetadi. O'rinlashtirgandan keyin andan keyin uchurni oladigan mandaq nimalarim bor. Oshxona amalda ketdi. Oshxona amal ya buzuldu kompüterinizni, ya bo'lmasa siz his qilmaysiz, kompüteringizni ichiga bir narsa o'rnab qoladi. O'xshash telefonga o'xshash yani. Masalan, uchur o'g'irlishi mumkin. Hamda uningki bir necha xil usullar bor, bay deganga o'xshash. Hatto social engineering deydigan bir narsa bor. Masalan, sizga tanishlik berib, masalan, bundaq nima bo'ldi, hamda sizda ma'lum bir chataqni bayqidiq kompüteringizda. Mesela Microsoft'ninki mulozimat sizga telefon qilib ataman. Kompyuteringiz yaqinning yoki binormal holatni bayqidiq. Shuni ruxsat qilsangiz kompyuteringizni ichiga kirib bir tekshiruvni qilsak, undan keyin bexatarlik tadbirini orttirsak deganga o'xshash bir usullar orqali qiladigan ishlarmi bo'ladi. Ya'ni sizning ko'nglingizni uftish orqali sizning sistemangizga kiradigan. U usul ko'p qo'llanadigan usullarning birisi. Amaliyotda Microsoft şirketinde qilmaydi yani. Microsoft şirketinde işini qilmaydi. Oldin ikisidan ondan so'ng bu ishlatuvchilar. Hatto kredit kartininki uchurni o'g'irlaydigan usulning birisi shu. Ham bu halqi nayt tunulgan usulning birisi. Xo'sh. Yoki bo'lmasa do'stingizdan va yaqinda tushgan rasmimda degandek bir narsa, men o'lnishni cheksangiz rasmni ko'rsiz deydi. Ya bo'lmasa yana bir xil nayt nom chiqqan usulning birisi. Uni ko'pincha ixtisosi ko'p ishlatildi. Yaqinda bizningki sallagan birdan chataq chiqib sizning uchuringizni yo'qotib qo'ydik. Uni asliga keltirish uchun qaytadan bir o'zingizni bizga tanitib etgan bo'lsangiz, kirish yo'li bilan pasportingizni berib deganga o'xshash yo'llar bilan umuman pasport o'g'irlashning bir xil usuli. Hamda haqiqatan diqqat qilish tegishli masalalar tilg'anayotganda. Xo'sh, hamda shu bayqalgandan keyin masalan hamda bu maxfiy qandaq ishlaydiganligini dedingiz dashindan keyin. Biz ittifoqdosh davlatlarimizga buni bildirdik dedi. Bildirgandan keyin ham siz nada bo'lganligini bilgan bu davlatlarga darhol uning nimasini tozalab chiqarib o'talamdi yoki sistemini hammasini almashtirish kerakmi mesela? Bu bay deganidek shu bu chataq Windows sistemida ko'rilyapti. Ammo Windows'ninki shu ichki qismidagi eng muhim qismidagi shu programmalarni almashtirish orqali bo'ldi degan gap. Bu yerda yana ham shu Microsoft bilan yoki bo'lmasa shu mulozimat bilan ta'minlayotgan
hem şu sistem bilen mülazimlerini teminlayotgan şirketlerle alakalı doğru geldi. Hem de bula qanday qilib degan vaqtida ham shu har qanday bir hujjat sistemi yoki nima sistemi qachilangan vaqtida buning bir kodini chiqarib berdi masalan MD5 kodu deymiz masalan checksum degandek bir narsalar orqali qiladi masalan agar shuningki kodini bir qatim tekshirib agar o'zgarib ketgan bo'lsa uning nimasini yükseltirish orqali hal qilish nimasi bo'lishi mumkin. Men to'g'ridan ozroq izlab baktım. Bu to'g'riliq chiq gap yo'q. Ham bu sistemning eng to'van qismidagi yerga o'rlashgan bo'lgandan keyin albatta buning Microsoft mu ma'lum jihatdan shuni qo'g'daydigan bir tadbirni olib turish kerak. Masalan, sisteminingki kuzatish, chunki har qanday bir sisteminingki sistemni mengatgan mashg'ulotni kuzatadigan yana ayrim bir sistemlar bo'ldi. Xo'sh. Bu sistema masalan nim qilgan vaqtida sizga ogohlantirish beradigan masalan mana bu ishlatayotgan Windows, asli qachilagan Windows emas hozir ananda bir qism yerlarda o'zgarish bor deydigan bir ogohlantirish puchuri beradigan. Ya bo'lmasa bu Norton'ninki masalan hozir Norton 360 deganga o'xshash programmalar yolg'izlik virus xorlama emas, Tora faaliyetlerini anlayan sisteminki zade asli holatda mu emasmi degandek narsalarni tekshiradigan bir qism programmalar bor. Mesela onun Windows, anan keyin şu Norton, şu assignment'deki o'xshash shirkatlar orqali birlashish orqali cho'qim buning bir yechim topib deb qarayman. Ham bu hozir yangidan bayqalgan narsa bo'lganligi uchun bu sohada jiq ma'lumot yo'q ekan. Masalan biz abaydidik bu sırtqı ko'rinmaydigan hukumatning ichki qismidagi kompyuterlarda daşim bilan viruslangan bo'lsa yoki yuqumlangan bo'lsa degan gapni qildik. Endi qo'p mendan so'rashingiz mumkin. Bu sırtqı ko'rinmaydigan hech qanday bir odam ulaşamaydigan bir kompyuterga bu daşin qanday qilib kirib qoldi deb so'rashingiz mumkin. Hozircha buningki javobini men bir yerdan ko'rmadim. Hem balkim bir xastalik bo'lishi mumkin. Masalan, yoki bo'lmasa şu Windows'ta jiraqdan ijro qiladigan bir programma var. PSX deydigan. Belki aşı yollar orqali nima qilgan bo'lishi mumkin. Ma'lum bir kompyuterga mesela hatta diskini selish orqali yoki yuqumlangan hujjatni yuklab qo'ygandan keyin balki bu virus jiraqdan ijro qilish buyruq orqali balki qo'shni kompyuterlarga taqdirdan bo'lishi mumkin. Ammo bu jihatdan men jiq ma'lumot ololmadim. Xo'sh. Hakikaten hem de Windows'ta körlüvatı deganingizda Mac texnik bexatar deganlik mi bu? Odatda Mac şu virus nimasi kelgan vaqtida bexatar deb qaraldi. Ammo Mac qimi normalda şu virus xor o'tganlikda mesela olma telefonlar mesela chiqib ketdi Xitoyninki Uyg'urlarning qanday qilganligi haqida xabarlar chiqib ketdi. Endi bu bir necha xil narsa. Birsi Windows'dagi viruslar hammasi bir programma. Sistemde icra kılındığı. Ama yaman g'arazlik bir programma. Endi o Mac yoki mandaq kompüterlar kelganda o bevositalik bir programma bo'lmasdan balki bir JavaScript deymiz. Mesela ma'lum bir yurish tuguli bo'lgan bir programmaninki bir qismi bo'lishi mumkin. Xo'sh. Ularda mesela tor ko'gishninki saplamalari ma'lum bir qistirilmalarni o'shiq qachilab qısaq mesela tor hareketimizni kontrol qiladigan tordagi uchurlarimizni kontrol qiladigan bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Endi u Mac'ni ishlasa butunlay bexatar bo'ldi degan gap emas. Ammo Windows'da bo'layotgan, hozir biz deyotgan Dash'ga o'xshash ahvollar bu Linux yoki Mac sistemlarida bo'lmaydi u. Ha, tushundim. Android-chu. Android mu butunlay boshqa sistema, ammo uningki asosli nimasi yenilam Linuxdan kelgan buningki. Ha. Unda bo'lgandan keyin yenilam Android yana bexatar deb qaraldi, ammo Androidning ustidagi ijro qilinayotgan programma bu xatarlik, ammo yadro qismi xatarlik bo'lishini aytayin. Xo'sh. Ammo yadro qismi xatarlik deb uni butunlay bexatar degilim bo'lmaydi. Masalan, biz sistemni uzungacha yengilimisak, masalan, ashuningmi ma'lum bir yuchuqlar bo'lishi mumkin. Xo'sh. Masalan, bu misal to'g'ri bo'lamdi, bo'lmamdi men bilmayman, ammo masalan biz bir davlatninki nihoyatda muhim bo'lgan arxivlarni saqlamoqchi bo'lsak, ya'ni ostida suv kirmaydigan, yetavrisi o'rilib ketmaydigan
derizisi yok, işkini mi işki adam tan turup açmasa aşkılanmaydıgan bir yerlik saklayımız. Hoş. Nemişka? Biz bu yerdeki qo'llanishchanligi muhim emas, bexatarligi muhim. Eng bexatar narsani mesela biz saxlagan vaqtida derizisi yo'q, ishki yo'q, hatto ishkini natijalash açmız bo'lmaydigan. Lekin shaxsiy turmushimiz uni qilolmaymiz. Uyda normalda ishki bo'ladi, derizi bo'ladi, chunki uyga kun kirish kerak. Demek bu qo'llanishchanligi uyninki. Herkes kelib to'xtabdi bo'lam, dadan kelsin, to'xtabdi bo'lam, apan kelsin, aning keyindan 3 oshqish bir yakamiz ishni qilolmaydi desa, u kalampaylik bo'ladi. Şu uçur texnikasini ishlatayotgan bizga yeshim bilan ta'minlayotgan narsa bu naq ashundoq. Chunki bexatarlik bilan qo'llanishchanlikning o'rtasida ma'lum bir balans bo'lishi kerak. Xo'sh. Endi u bexatar qo'llanishchanlikning bir vaqtda xatar etkilagan tarafi var. Mesela biz derizlarni him etmesek yoki ishga bexatar qilib sanmasak, ming uyni bexatar qilib sansak, ishga bexatar bo'lmasa, qulubni buzib o'taverdim. To'g'rimi ya? Shuni ushur texnikasi naq shundaq narsa. Biz men naiti bexatar kompyuter sizib oldim, mashg'ulot sistemasi naiti bexatar degan bilan biz ya u kompyuterni qulublamsak yoki bo'lmasa davomli yangilab tursak, bexatarlik yuchuqlarni itib tursak, hacker uni hacklayman desa, qila oladi uni. Shunga bu belki bu sual keyin keladi. Uçur dünyasida tabii ki ben bu gipimizde mesela bexatarlik degan narsa yo'q. Yani bu shuncha bola bir nimaning ichida yashayapmiz hamda qo'limizdagi telefondan tutung, ishlatayotgan hamma narsamiz davomli to'rga uloqliq holatda hamda. Yani bugungi dunyoda to'r dunyosida biz bexatar deya olamiz yani. Eng muhim savollardan biri yani. Endi bexatar hem bexatar emas. Nemişqa degan vaqtida, masalan, biz bexatarlik degan vaqtida hozir bexatar bo'lmagan bir yeshim yoki bir narsa, app bir narsa asosan mavjud emas. Burun masalan biz mana shu 90-yillarning oxirlari, 2000-yillarda ishlatgan nurg'un programmalar to'rdan bir nuqtadan yana bir nuqtaga yo'tkalgan vaqtida oraliqda anglig'idaydigan bir programmalarni o'rnatib olgan bo'lsangiz, shu ishga o'tirib almashayotgan uchurning hammasi uchiq shaklda almashatdi. Siz passwordni bergan bo'lsangiz, passwordingizni to'rni tingshaydigan programmalar orqali passwordingizni hech kim no'tnachib qoldigan ish u normal ishdi. Xo'sh. Hamda hozir uchurlar bir yerdan yana bir yerga almashgan vaqtida ko'pincha uchurlar yoki asos mutlaq ko'p qism uchurlar quluplanib taqaydı. Eğer 100% bo'lmasa, mesela deydi. Quluplanib taqildi. Hamda u qulupni ish uchun hamda u nayta murakkab bir jarayon. Uni balkim uchurni qabul qilgan, uchurni yashgan vaqtidan balkim u uchurning qimmati allaqachon yo'qolib bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz mesela bir uchurni egallab 3 yildan keyin ishib chiqarsangiz, balkim u uchurning sizga hech qanday qimmati yo'q. Ammo u jarni aytgan vaqtida hozirgi uchur aloqasi asosan bexatar. Xo'sh. Lekin sizningki telefoningizga yoki kompyuterga qachilangan programma cho'qim shu sizga va'da qilgan vazifasini ijro qilishi notayin. Masalan, ba'zan Xitoyda yasalgan deyli endi. Programmalar amaliyot sizga ma'lum bir o'ng'ayliqlarni akab bergani bilan sizning telefoningizdan masalan qachilash jarayonida mikrofonni ishlatsam ruxsat qilamsiz, telefon urish-iqtidorini ishlatsam ruxsat qilamsiz, diskingizga kirsam ruxsat qilamsiz, mesajlaringizni o'qisam ruxsat qilamsiz deb so'rashi mumkin. Bo'ladi deb javob berib aytgan bo'lsangiz, nima bo'ladi degan vaqtida u programma garchi sizga ma'lum o'ng'ayliqni kelib bergan bo'lsa, balkim telefoningizning ichidagi telefon daftarini, hatto telefoningizda saqlagan ma'lum bir uchurlarni o'g'irlab shu appni ishlab chiqargan shirkatlarga yo'llashi mumkin. U jihatni aytgan vaqtida shu deganda bexatar emas. Demisam, o'sha oshnangga ma'qul demasangiz, yani majburlaydi amaliyotda. Uningga ma'qul demasangiz, masalan, bir tanlash yo'q-da u yerda. Men buni xohlamayman deb. Masalan, uni shu chuqum, ya'ni agar bu programmani tushunmoqchi bo'lsang, shuni ma'qul deysan menga deb. Ya'ni hech aloqasi yo'q, masalan, sizningki konum turayotgan yeringizni bilish. Bu o programning hech bir aloqasi yo'q mening na turayotganligimni bilishi. Hatto sod setiq to'r orqali satgan qilgan sodlarimni shuni taqib qilaman. Men shuni bilishim kerak deb ashundaq talablarni qilgan nurg'un applar bor masalan. Hozir ko'pinchamiz ishlatyapgan. Tushunmayman desangiz, u narsani tushunmaysiz aslida telefoningizga. Shundaq
Şuna aylık işletken vaxtıda mesela işletsiniz mi? Məlum bir vaxtdan içinde işletip işletmeye vaxtıda üçürüp etsiniz buludu. Bazen bir app'ler oludu, bir kıtım işletsiz. Mesela deyli siz aeroplana çıkmak olsunuz, Türk Hava Yolları'nın app'ine kaçılıp alsınız, rahat aerodromda capa atmayı işikte ötüdüğü yerde kolunu alaysınız. Ama siz günde aeroplan bile uçup durmaysınız. Demek Türk Hava Yolları'nın app'ini qaytib kelgəndikə üçürüp etsiniz, bu lever lazım olan yana qaytıb qaçılsınız. Mesela deyli yani. Şunun oxşaş bir kısım app'ler oludu, ciddi ihtiyacınız var, onun başkalıqı alternatiflerini tapamağandayken onu qaçılaysınız. Yani konuğunuzda bir guman var, hem de eğer işletmeyde karşınız bolsa, işletip oğandayken üçürüp etsiniz bu lever. Ondan keyinden her bir qaçılanan app, eğer davamlıq yenilenip durmuşsa, nem bolmasa, telefonunuza məlum dərəcədə bexəterlik təhlükəsi septiləşi mümkün. Müşahede yenilenişten gap çıkıp kaldı da ama şu programlarda mail, telefon olsun, mail, kompüter ya tablet münasebet olsun. Şu bir qancha xeyli oldu ben bunu anlayatqıda hem bazı işlengen videolarını gördüm. Bu şirketler, çoğun şirketler mesela planlıq holatda konurtish amaliyoti bu yenilayma deb san uchun avatib qo'yib aslida maqsad uniki demisam men shuni his qilganligimni men amaliy his qildim hamda masalan yenilamasdan burun shundoq rohat ishlatayotgan narsa yangi bir güncellama yangi bir nusxasi kelgandan keyin shuni almashtirgandan keyin to'liq etib oladigan ba'zi konfliklarni bossan o shu xuddi ilgari men ko'rgan shu hujjatli filmlardagi ishni o'xshash his qildim, aynan his qildim hamda. Aslida bu şirketler kulağındaki bu narsani planlıq holatda konurtidi. Yenilash uchun sharqiliq. Maqsad nima? Chunki nurg'un bu cho'ng şirketlar pul topmasa olmaydi. Sen buni zerikishing kerak undan. Degan bu fikrlarga qana qaraysiz? Bunun da ikki narsa var. Bu yalnız ulam emas. Mesela Almanınki belki konu nusxasini yenilagandan keyin burunqidagi tez bo'lmasligi yoki bo'lmasa batareyasining ishtiyoqi sababli balki ularning iqtisodiy qiymat yaratish yangi mahsulotlarni bozorda ko'plab setish maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Ammo yana bir jihatdan texnikalik masala. Masalan siz bir yangi bir nusxasini chiqardingiz qattiq detalni. Qattiq detalniki alayidligi burunga qaraganda mukammalroq bo'ladi. Yangi narsalar qo'shilib ma'noda. Siz bir yangi nusxasini chiqardingiz yumshoq detalni. Siz şu yumuşak detalni yeni qattiq detalga hem bir qancha evlat konurgan detallargacha sınaq qilishingiz kerak. Xo'sh. Hem de uni siz mesela 10 evlatgacha keynigandirib sınaq qilaman desangiz, u bek bir murakkab jarayon. Birisiga mahsulotning bozorga chiqish nimasini chekindirib yetadi. Anan keyinda ma'lum bir nuqtaga kelganda compromise deymiz İngilizce'de. Bu gapning ma'nosi balans bir holatga kelishingіз kerak. Demakchi o'g'lingiz konuga yaxshi ishlaydigan, yangiga yaxshi ishlaydigan bo'lish uchun bir o'tir yo'lni tepishingiz kerak. Bu o'tir yo'l balki bu yangi ishlab chiqqan qattiq detalning hamma iqtidorini to'liq ishlatishga putlik aşan bo'lishi mumkin. Demek siz eğer model olsa manaqil, olsa anaqil deydigan ish bo'lsa, bu bir program yazadigan, bu sistemni taraqqiy qildiradigan adam uchun bir qabohatli tushish bo'ladi bu. Shuning uchun bular masalan biz yangi mahsulotni chiqargan vaqtida 3 avlodgacha 3 avlod kod nusxasigacha ishlashga kapolatlik qilamiz. Boshqalarga kapolatlik qilmaymiz deyish kerak yoki bo'lmasa qo'llamaymiz deyish kerak. Şunun için bazen konu yeni nusxalar çıkanda konu nusxalarga işlemesligi yoki qaçılığı bo'lmasligi belki şu sebepten bo'lishi mumkin. Xo'sh. Demek yani bugün 13 mesela iPhone desek 13 çıkan bir mezgilde iPhone 4, 5 yoki 6'ni ishlatayotganlar bunun yeni neslini tushirman desa telefonini shu ajizlashtirib qo'yishga sabab shu kanalda. Ish bo'lmasa bir aralıqda bir ishga avlat farq bo'lgan vaqtida yangi uningki nusxasini programmani yumshoq detalni yangi nusxasini tushirsa rahat ishlagan bilan shu masala bu yerdan kenda unda bo'lsa. To'g'ri. Chunki yumshoq detal aman ma'lum bir nuqtaga kelgan vaqtida sistema qattiq detallarni nima qilish kerak? Ikkisi bir-biriga moslash kerak. Yangi nusxalari davomli koni qattiq detallar
burunqidek nima qilaman desa, balkim yangilanishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, bir kona sistemlar hozir bo'lma yangi sistemaga mos kelmasligi mumkin. Boshqacha programma bo'lishi mumkin. Shunga u ma'lum jihatda aytqanda texnikalik masala, yana bir jihatdan shu shirkatniki iqtisodiy manfaatiga bo'lgan qiziqish sababidir. Xo'sh, to'g'ri. Endi shu mayli bu chet elda nurg'un da'vogarlarimiz tashkilotlar va nurg'un bu mavhum dunyoda endi mayli tashkilotlar bo'lsin, da'vogarlar bo'lsin, siyosiy ishlarni qilayotgan, millatni oldiga me'yotganlar bo'lsin. Va har birimiz, ya'ni bu chet elda shu qandoq bexatar holatda nimaga eng ko'p diqqat qilish kerak bu masalalarda? Endi bu bexatarlik nimasiga kelganda, yanada sezgurlik pek muhim. Qilgan vaqtida endi davomli o'ylaydigan narsa nima desa, men davomli hujumga uchrab turishim mumkin degan bir narsa bilan, sagaklik bilan ishlatgan vaqtida balkim bexatarlik ishlatgan bo'lishi mumkin. Yo'q, men hech qanday bir odam emas. Bular menga qiziqmaydi, mening telefonimda muhim uchur yo'q. Meni bular qiziqmaydi desa, u chaqda balkim uchrab ketishi mumkin. Ham demakchi o'g'lim nima deganda, bir qancha temalarni o'tirib qo'ydik. Masalan, applarni qachilamaslik, uchurlarni masalan, ma'lum uchurlarni masalan, bevosita telefonga saqlagan taqdirda uni muhim bo'lgan uchurlarni boshqa bir manbada, masalan, boshqa bir saqlag'uchda zapaslab turish, hatto 2 yoki 3 nusxagacha zapaslab turish, aning keyin sistemninki nimalarni yo'lchiqlarini davomli itib turish, ya'ni yuksaltirib turish sistemining nusxalarini. Diganga o'xshash bir qancha narsalar bor. Andan keyin telefonni ishlatgan vaqtida quluplab ishlatish ekranni. Endi bu yerda ekranni quluplamasam nim bo'ldi deyishimiz mumkin. Bo'ladi. Masalan, telefon yutib ketishi mumkin yoki bo'lmasa bir yerlarda qilib qilishi mumkin. Uning ichidagi uchurlar o'g'irlanib ketishi mumkin. Endi u o'g'irlanib ketgan uchur yolg'iz siyosiy g'araz uchun bo'lishi ham notayin. Xo'sh. Mayli iqtisodiy jihatdagi nim bo'lsin yoki hatto qonunsiz ishlarga nim bo'lgan odamlar bo'lishi mumkin. Shunga hamda masalan burun biz kompyuter, resim aparati, naqshanlaydigan narsa, bir muncha narsalarning hammasi hozir telefonga markazlashdi. Demak, telefon bizningki kundalik hamrohimiz. Mayli men qabul qilay, mayli men qabul qilmay, telefonimda hamon boshqalarni qiziqtiradigan bir uchurlar bo'ladi. Xo'sh. Uni og'a odam, masalan, quluplanmagan telefondan og'a odam mening uchurlarimda boshqa g'arazlar bilan ishlatilishi mumkin. Shunga masalan, uydagi kompyuterlarmi shu? Uydagi katta disklarimiz shu USB, masalan, qattiq disk bir narsalarimiz bo'lishi mumkin. Hatto uningmi bexatarlik tadbirlari bor. Quluplab turib, kompyuterga chatgandan keyin passwordni so'raydigan, hatto butun hujjatni ichidagi hujjatni quluplab har birisi ayrim-ayrim. Masalan, shunaqa narsalar bor. Masalan, men o'zimning pasport uchurlarini yoki bo'lmasa bajtalon bir narsaning hammasini Dropbox saqlayman. Dropbox degan bir bulut diskisi. Xo'sh. Nima uchun Dropbox saqlayman? Chunki menga ishlatmak qolay, bir necha kompyuterni ulab ishlata olaman. Hatto Dropbox ular uchib ketgan hujjatni masalan ma'lum bir vaqt saqlab beradi, xato o'chirilib ketgan hujjat qaytarib kelmaydi. Lekin men uni Dropboxga yo'llashdan burun butun mundarajini quluplab quluplatib yollaysiz. Quluplatib yollayman. Dropboxda qarg'an odam hujjatning ismini bilmaydi, mundarajning ismini bilmaydi, chunki hujjatning ismi, mundarajning ismi quluplaydiq. Buni yechish uchun men shiframni beraman, aniga 2 qadamlik dalillashni ishlatgan ekan, aning keyin menga yechildi. Ichib bo'lgandan keyin yana men aytib o'taman bu mundarajini. Aytib o'tgan keyin quluplarli holatda Dropboxga yo'llanadi. Masalan, endi demakchi o'g'lim nima desa, ko'pincha odam bulut diskisi bu sirti tursa, Amerikada tursa, o'g'irlanib ketmamdi, o'g'irlanib ketsa bu bexatar bo'lmaydi deydi. Ammo masala nima degan vaqtida uni qanday ishlatishga bog'liq. Xo'sh. Ben yalang'ochlab, masalan, pasportimning uchurlarini yoki nimaga uchurib yo'llab qo'ysam, balkim Dropboxni bir kun Amerika hukumati kontrol qilib, mening uchurlarimni olib, ma'lum bir narsani mening foydamga yetmaydigan ma'lum bir ishlarni qilishi mumkin. Uni belgilanmaydi hamda hukumatning nima ish qilganligini bizning shaxsiy uchurlardan. Bir misol, gap hamda men demoqchi o'g'lim, uni qanday ishlatishga bog'liq uchurni. Xo'sh. Hamda yani bir ko'rminimiz yaptı. Mesela Facebook'ta yolg'on ism bilan kirib
Uyg'urlarning ichida bir-birini haqoratlab tillaydigan bu shunday ishlar ko'payib ketdi. IP adresidan nereden kirganini bilalayotganmiz, kimning qilganini bilmayapmiz. Buning bir chiqish yo'li bor, bilish yo'li bor. Bir xil kulku. O'zidan bevos so'rab baqsaq bo'ladi. O'z bilmay nereden keldingiz? Ya bu sosyal medyadagi bu bir umumiy hodisa. Endi yalnız bu Uyg'urlarning orasida bo'layotgan ish emas, bu g'arb dunyosidami hozir shu biz Trumpningki shu Amerikadagi hokimiyat surgan vaqtlarda ko'rdik shu yolg'on uchurningki naqadar ziyonlarni keltirib beradi. Shu Uyg'urlarning orasida mavjud qasddan yolg'on uchurlarni taqtish orqali o'tirliqda ish qilayotgan insonlarga bo'hton chaplaydigan yoki bo'lmasa haqiqatni burumlaydigan ish nihoyat og'ir. Bu sosyal medyadagi bu ishlar asasen şu Facebook'ninki tedbirlerge bağlı hop kaldı. Mesela bir insan qalayımqa uçurlarını köp yolluğa vaxtı üstüden şikayet kılıp hesaplarını taqattırdıgan işler buludu. Ama alaqı yağmurdan keyingi bambuk notistab kichik vaqtlarımızdaydı. Bu alaqı nayt tüz köpüyüp atıdı. Ayaqdan bir qanchasını besiq tutsa, ayaqdan bir qanchası çıqadan. Bu hazırki cemiyetdeki bir sosyal medyanınki insaniyetga akılıvatkan. Hem nurgul, bulanın keynide nurgulları şu davada acizliş için Xitayninki şu çaparmallarının buluşu eniq bir mesele deb qarayman men hamda. Elbette. Xitay bununla ciddi mablag' selayotganligi eniq ham bizni birga olib kelmaslik, parchalash, bir-birimizga shunday ziddiyat terish orqali. Mesela ma'lum bir narsada mayli ideologiya sohasidagi urush bo'lsin, mayli haqiqiy elib berilayotgan urushlar bo'lsin, Ukraina bilan Rossiyaga o'xshash. Ba'zi vaqtida qaysi tarafning ufutishini balkim sosyal medyadagi urushlar, masalan, shuna o'xshash fikrdan fikrdan burlash orqali ma'lum bir ustunlikni egallash orqali bo'lishi mumkin. Ham bu abay misolga olgandagidek, shu bizningki oramizdagi ish qilayotgan tashkilotlar yoki ish qilayotgan insonlarning nimasini nomini kichikiltish yoki ularning obro'yiga nim qilish orqalimi balkim ba'zan ishlar biz o'ylagandan boshqa yo'linishga ham ketadigan nimalar bo'lishi mumkin. Endi bu bevosita bu uchur bexatarligi nimalar bilan munosabati yo'qmi? Shu hozirgi sotsial medyadagi bo'layotgan umumyuzlik bir hodisa. Endi uni IP adresini bayqash orqali nereden kelayotganligini belgili bo'ldi abay degandagidek. Endi uning kim bo'lishini masalan u xuddi biz bir hukumatning organiga berib kimligimizni ko'rsatib turib tizimlatadigan bir ish bo'lmagandan keyin bu yerda bu insonning kim ekanligini bilmakdasiz. Agar Facebook qo'pib ertadan boshlab kimliging nomeringizni soqchiga berib tizimlatib turib Facebook hisobini ochmasangiz bo'lmaydi desa u ahvol boshqacha. Facebook'tan so'raganda Facebook deb berishi mumkin. U joqda Facebook deb berishi mumkin. Lekin Yevropaning bir qonuni bor, hozir shaxsiy uchurni qo'g'dash qonuni deydigan bir qonun. U qonun yana u narsalarni cheklaydi. Masalan, men qo'pib mening uchurim va palani manda uchurni yo'lladi, men uni kimligini bilmak istadim desa, Facebook uni yo'llasa, Facebook jazo yeydi. Facebook mu sotilib ketayotganda Amerikada. To'g'ri. Shuning uchun bu bir neymiz? Ahiyaki qora bir rayon emas, kulrang bir rayon. Xo'sh. Hamda normalda ko'pinchamiz hamda kompyuterga virus xor ishlatamiz qo'yamiz deb, mail tashkilotlar bo'lsin. Ammo men virus xorning gapi chiqib qoldi. Ko'pinchamiz amaliyotda telefonga bak ishlatib ketganlarni oz uchutmam, telefonda jiq ishlatmaydi qo'yamiz. Siz hamda qanday qaraysiz? Kompyuterlarga menda qaysi virus xorni hamda odam xalqimizning ko'rayotgan ekan. Kompüterlarga chuqum qachilish kerakmi? Qaysini tavsiya qilasiz siz? Men o'zim shaxsan Norton'ni ishlataman. Norton 360 ni. Mening hozirgacha bo'lgan nimam nihoyatda pozitiv. Masalan, bir misolni deb beray, bir chaqda shu Uyg'ur akademiyasi bir ishlatgan nima deymiz, template'ninki bir tal hujjatida virus bo'lganligi uchun va shu shu nusxasida taqib ekan. Bu Uyg'ur akademiyasining tor betini Norton qartizmlik kirgizibdi. Men demoqchi bo'lganim nima deganda, yolg'iz bu virusxo'r bugun viruslar emas, hatto tordagi bexatarlikni qo'g'daydi. Masalan, siz ma'lum bir tor betiga kirib, kredit karti bilan bir narsa mal buyurtmoqchi bo'lsangiz, agar tor bexatar bo'lmagan tor bo'lsa, Norton sizni ogohlantiradi, hatto balkim betni ochiq qilib qo'ymasligi mumkin. Men ham nima bo'ldi degan vaqtida Uyg'ur akademiyasining tor betini ocha olmayman.
Ben bexatarlik yuçqıbalığını bilime şunda olsa maçı ben desem ruhsat kılmaydı. Çünkü kartizmlik tikvatken Uyghur Akademisi'ne doğru. Şuna bilen ben Norton'a xatize жүрüp Uyghur Akademisi'ni Norton kaçılanan kompüterde aşkılı olduğunu kıldım. Demek çoğunum nime degende yalğız bu virusxor şu viruslarni sallağın bir kirgizip laqamay. Mesela virusniki ma'lum bir laqi nimesi oldu. Xuddi laqi Abdullah'ın keçi qara laqi ko'zi qo'ng'ir degandek bir belgisi bo'lgan o'xshash sizni suhbatlaydigan virusning bir sufati bo'ldi. O suhbat shu virusxo'rniki sallağın bir qo'rlashtirib o'tilgan. Shuning o'xshashlar bexatar bo'lmagan torlarmi ularning sallağın birdi bor. Demek siz onu Norton'un to'liq so'zsiz qachilagan bo'lsangiz, sizin hatta bexatar bo'lmagan torlarda magallandırışıp berdi. Aning keyindan hatta o'tdan aktivlashtirgan bo'lsangiz, sizga qayerdan kompyuteringizni qayerdan uchur kiryapti, qayerga uchur chiqyapti, ashnimi so'raydi. Sizning hozir kompyuteringiz palana IP adresidan sizga kompyuteringizga kirishni so'rayapti, siz bilamsiz bu adresni. Yoki bo'lmasa sizning kompyuteringiz palana adres bilan aloqalashmoqchi, to'g'ri avarchilik. Her 2 minut, her 3 minut bir qatam shunday uchur keladi. Hatta o şirketning mesela bizni shunchalar darajada ta'qib qilib turib, ishlarimizning hammasini bilib turishi chiqqan kirgan hamman. Bu shirkatga qanday ishlaymiz masalan? Endi bu şirketler textünügün bunakin oturluq çıkan şirketler emas, bular uzun yılның yaqı oturluqda ba. Hem bularninki ma'lum darajada ishonchlikligi isbotlangan. Agar ishonchlik bo'lmasa, xuddi avayliq Simantek tikelaqi guruhga o'xshash, bular yo'chiqni tepib chiqqanga o'xshash. Ularni agar Norton durust ish qilmagan bo'lsa, Norton durust ish qilmayapti. Bular to'plagan uchurni boshqalarga yo'llayapti deydigan bir guruh bular bo'ladi. Bu shu uchur mulozimatni ta'minlaydigan shirkatlarning bexatarligini kontrol qilib turadigan bundaqalaqi hükümetke beqinmaydigan organlar yoki bo'lmasa davlatlar oralaqi cho'ng bir hamkorliklar bir narsalar bor. Ular bizga ogohlantirib berdi. Shunga ma'lum darajada biz ishonishimiz kerak. Agar ishonmasak biz Microsoft Windows'ni ishlatmasak bo'ladi. Chunki Microsoft Windows ning nemischa aytgan vaqtida viruslar to'shqan bir sistema deyishga bo'ladi agar unda deyishga to'g'ri kelsa. Chunki davomli virus bor Windows'ni ishlatsangiz. Şunu onunluk için ya Windows davamlıq viruslar toşup ketken bir sistemi keme işletmeymen. Deseniz mesela Linux'ka ya Mac almışsınız buldu. Ama lakin Microsoft'ninki sistemisi dünyadaki mevcut olan kompüterler menimki ahırkı nimemde 70% hatta onun da yukarırak salmak nigeller. Çünkü Linux hem de sahada işlemeyenlik için. Hoş. Demek biz ma'lum derecede ma'lum bir narsaga ishonishimiz kerak. Agar namba uzunluğun yaqı mevcut bo'lib turayotgan bir nima bo'lsa. Telefonlar qachlash kerak mi yo'qmi? Ben telefonum qachlab ishiltiman. Nimishqa ishiltisiz degan vaqtida bunun VPN iqtidorimi bor u Nortonninki. Ben mesela Türkiye'de durup mesela Booking.com'dan mesela hotel bir narsa almoqchi olsam, Türkiye'de durup işlemeydi. İşlemegandiki keyin ben VPN bilan uyga ulab turib, andan keyin Booking.com'dan mesela hotel aldım. Mesela adli bir misal. Yoki bo'lmasa uydagi diskamda mesela ma'lum bir uchurlarim bor. Bana lazım. Şuna VPN bilan ulablam uydagi diskga ulab uchurlarimni olaman. Mesela işte qolaylik tarafı var. Andan keyin yana bir qolaylik tarafı nima desa, biz ma'lum bir torbetga kirib bir narsalarni o'qiymiz yoki bo'lmasa ma'lum bir hujjatni tushiramiz. Agar yuqumlangan hujjat bo'lgan bo'lsa, qo'l telefondagi shu Norton mana bu alaqi yuqumlangan hujjat seni karantin qilamsa yoki o'chirib yutamsan mendan so'raydi. Ya karantin qilaman ko'rib bir mezgilgacha yo bo'lmasa o'chirib yutaman. Xo'sh. Endi bu alaqi unda deganlik qo'l telefonni qo'g'daydi degan gap bo'lmaydi. Siz qo'l telefoningizdan kompyuterga bir narsani ko'chadingiz. Eğer Norton qo'l telefoningiz bo'lmasa, kompyuteringizga bir virusli hujjat qachilinib yetkilib ketdi degan gap bo'ldi. To'g'ri, agar kompyuteringiz Norton bo'lsa, kechikkanda siz ko'chirib bo'lgandan keyin sizga deydi-ma bir virusli bir hujjat qachilinib qoldi, ko'chirilib qoldi deb hujjatga qo'ymaydi. Shunga endi agar nim bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, menimcha qo'l telefon qachilib qo'ygandan o'zi. Ko'pdan ko'p rahmat. Programmamizning oxiriga kelib qoldik. Yiroq turishimiz kerak bo'lgan app va programmalar. Asasen şu mesela bundaq tizimliklerden ben köpünce anladım. Hindistan'daki harbiy nimisi
Muşu Hindistan'daki muşu erbenimizden devamlı Android kaçlaşık bulmaydıgan app'ler, alma telefon kaçlaşık bulmaydıgan app'ler dep bir tizimliklerini elan qilib turdim. Ben pat şu tizimliklerge qarab turdim. Mesela Xitoyning ish kuznatchisini cheklab bo'ldi Xitoy manbalik app'dan. Mesela muşu Android'da bir süpürgenin bir app batdı. Telefon tozlaydigan. Telefon tozlaydigan. Ben dastlabda uni bilmabdiman, keyin shu Hindistonning shu nemisiga qarsam, bu shu Xitoyda ishlangan appkan, u shu o'g'irlik qildigan. Aning keyindan yana bir PDF skanner deydiganmi, PDFni bir nima qildigan, bir tekst aylantirdigan bir app batdi. U mahalla keng tarqalgan app. Xo'sh. Keyin qarsam, u shu Xitoyning nemisi ekan, shu Hindistonning shu harbiy sohaniga e'lon qilgan tizimligidan chiqdi. Şunu ben arlap qarab qo'yman. Uni yaş tordan tapqılı buludu. Mesela Chinese spyware demde mesela şpillok. Yumşaq detallar yoki bo'lmasa Android qaçlaşıq bo'lmaydigan Xitoyning app'lari degandek bir narsani izlagan vaqtida shu tizimlik u hali uzun tizimlik u. Mesela naqsh anglaydigan yoki bo'lmasa bir narsalarni edit qiladigan yoki bo'lmasa qolaylik app'lar deganga o'xshash. Tushundim. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Programma bugungi temamizga bevosita munosabat bo'lmasmi? O'sha deepnet deydigan bir narsa. Bu qandaq ya, nima ish qildigan ya, bu qandaq bir chunqur internetda, qorong'u internetda. Bu deepnet deganda, masalan, shu torg'u ulanmagan asboblarning nimasiga qartildi bu endi. Ya mesela ben anca anlayamaz mesela ya bir YouTube'da degandek. Bu bütün kanunsuz işlerin mesela aşağı diyor. Darknet'indeyiz. Darknet mi ya? Darknet. O siz degendeki o'xshash. Mevcut mu? Bor. Siz iz qoldirmay turib, shu yerga kirib turib, ma'lum bir qanunsuz narsalarni qilgan bir tor. Ama onunga kirish nima qilishmi hali murakkab. Men o'zim sinab ko'pincha hakkerlar kirdi degan gapmi? Ashning yo'lini biladigan, ashni qilishni men uni albatta tehlikali uni. Albatta tehlikali. Mesela telekom şirketleri mesela sizningki ma'lum bir faoliyatlaringizni to'g'ri kuzatib turgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa uyingizdagi masalan mush Germaniyada bu satchilik bir chog'larda oshkorlandi. Davlatlik ro'yati deydigan bir narsa bor. U davlatlik ro'yati nima bilan o'tirib chiqqan desa, shu 11-sentabr voqeasidan keyin shu o'ngchi radikal insonlarni kontrol qilish uchun shu maxsus bir programmalarni yasab, telekom shirkatlari hamkorlashib turib, sizning to'g'ringizga kirgizib o'tgan narsa. Xo'sh. Endi kimninkiga o'rlashtirib etildi, kimga o'rlashtirib etilmadi, bu bir toza bir aniq bo'lmagan bir narsa. Shunga bu Germaniyada norozilik chiqib. Shunga o'xshash, Germaniyaga o'xshash bir demokratik davlat bu ishni qilganda boshqa davlatlar nima qiladi deb tushunishga bo'ladi. Endi bu nimaninki alaydligi nima desa, sizning to'g'ridagi harakatingizni kuzatib turdi bular. Hatto uchuringizni to'playdi. Endi siz darknetga kirib ma'lum bir ishni qildingiz. Demek aşındaq bir narsalar telekomninki yardımı elbette bu yerda ayırıp qarag'ili bo'lmaydigan narsa. Bular sizning harakatingizni kuzatib, darknet bir ish qilganingizni bilib qolsa yoki ma'lum bir yuchiq qoldirib qo'ysangiz, demak siz hukumatning kuzatishiga tushib qolgan bir nima bo'lishingiz mumkin. Mening tushuncham shu. Xo'sh. Endi men to'g'ri qiziqdim yo'q. Bu bir durust ish bo'lmaganligi uchun men bundan jiroq turay dedim, ammo xizmatdoshlar bilan muzokiralash jarayonida uning ma'lum bir yo'llarining borligini, uni normal bir yo'llar orqali emas, ma'lum bir yoshirin yo'llar orqali kirish imkoniyatining borligi, hatto u yerda qoraldan tortib zararlik chekimlarcha hamma narsaniki ilib berim qilinganligi to'g'riliq. Xo'sh. Oxirida shuni so'ralay doktoram, shu aran tafqa vaqtida sizni. Nurg'un Turkiyada mesela şu İstanbul'da nurg'un kurslarımız var. Siz uzun yıllardan beri bu sahada hamda. Bu elbette ikki bisliq bir narsa, buni da'voga, millatga ham o'zimiz yashayotgan davlatlarga nurg'un narsa qo'shishga, bugun dunyo bundan ayrilmaydigan bir narsa hamda bu. Mushu texnikani eng yaxshi ashundaq mesela hakkerlik masalasini paranglashdik biz hamda. Şu eng yuqori yuksak seviyegacha o'qib yetishish uchun
yoshlarımizdan, o'smirlarimizdan o'sha ota-onalar ham bayqish kerak hamda. Anda bolalar bu sohaga rag'batlantirilishi kerak, kuchab oxirigacha o'qitilishi kerak deb siz qanday bir tavsiya berasiz? Endi bu hakerlik ma'no jihatda aytgan vaqtida negativ deb qaralganligi uchun hakerlikning darsi yoki kursi degandek bir narsa yo'q. Endi hakerlikqa nima kerak degan vaqtida mush qilayotgan mush ma'lum sohadagi uchur texnikasdagi xizmatga bo'lgan nihoyat zo'r darajadagi qizg'inlik. Anan keyindan programlash iqtidori. Programlash. Endi buningki tarbiyalanish uchun nima qilish kerak, qaysi jihatdan tarbiyalanish kerak degan vaqtida mushu tor bexatarligi, mushu uchur texnika bexatarligi mush sohada ko'plagan tarbiyalash bor. Mesela mushu har qanday bir mashg'ulot sistemasi yoki bo'lmasa qattiq detal yoki bir yeshim app bir narsalarni chiqargan vaqtida uning qanday qilganda eng bexatar holatda ishlatgan bo'ladi deydigan bir nimalar bo'ladi. Tarbiyalashlar bo'ladi. To'g'ri qanday bexatar to'g'rilaymiz, sistemani qanday bexatar ishlatamiz degandek. Bu sohada tarbiyalashlar bo'ladi. Men agar bu sohaga qiziqadigan odam bo'lsa, bexatarlik mutaxassisni tarbiyalaydigan kurslarga qatnashsa, o'qishga kirsa, shu soat nima qilsa, undan keyin qolgan yo'lini yüzdep meniş gerek. Hoş. Yani bu endi bu qisqa musofilik bir ish emas endi mening bilganim bor. Nihoyat murakkab yillarcha umrini berishga davomli o'zining ma'lumotini yangilab turadigan buning boshi har o'quvchi, har o'smir yoki har yosh oxirigacha yetolmasligi mumkin. Shu mening bilmoqchiligim farzandlarimizdan ichidan masalan shu bolam yoki shu matematika yo inglizcha usta bo'lsa, ham qiziqsa, shu sohada bir ilgirlab ma'nosi bo'ldiki deb bayqishimiz uchun yoshlarni. Ammo bunda kompyuter qiziqadigan yoshlarning hammasi men paqin deb emas, sistemalik bir tarbiyalash uchun. Shu sohadagi shuning qiziqadigan yoshlar oxiriga o'zib chiqa oladi deyish to'g'ri kelsa. Abay degandagidek oldi bilan shu ishqa bo'lgan qiziqish hammadan muhim. Onun qiziqish uchun masalan onunki qorallarını qaysi qorallarni ishlatishni bilish, qanday qorallarni qanday ishlatish, anan keyindan shu masalan deylik hujum qilmoqchi bo'lgan sistemininki yuchiqini qanday bayqash. Anan keyin yuchiqni bayqagandan keyin shu yuchiqni qanday mashg'ulot qilganda ichi kirgil bo'lganini bilish degandek bir muncha temalar bor. Mesela onunla işletilen məxsus sistemi var. Mesela Kali Linux deydiğim bir Linux məxsusmuş şu hackerler işletilen nimeler var. Şunun oxşaş məşğulat sistemisi, anın keyin onun üstüde qaçılaydigan bir qancha qorallar buludu. O qorallarni mesela her qanday bir şirketde yoki o da idare organda olsa, aş qorallarninki her qanday bir kompüter qaçılışını cheklaydi. Çünkü o qorallar orqali ishchida turib sistemini hacklash imkoniyati bor. Shuning uchun unda qorallarni ishlatishni cheklaydi. Shunga o qorallarninki nima ishlatilganligini, qanday ishlatilganini, aning keyindan hujumninki nishoni bo'lgan tarafninki ojizligini qanday tepishni, ojizligini topgandan keyin shu ojizlikni qanday yengib, ashning ichiga o'tib turib, abay dedik ya, ruxsat qilgan doirdan atlab turib, ruxsat qilinmagan doirning ichida ish qilish uchun albatta bu ruxsat qilmagan doiraga o'tishning chegarasini bilish, chegarani qanday qatlashni bilish kerak. Ham bu abay degandagidek siz deb o'tdingiz, o'liq bir qisqagina hamda bir qancha oylik narsa emas. U qiziqish, aning keyindan tajriba. Masalan, qopib araliqda shu sarxillar ma'rifidan bir o'quvchini menga mas'ul qilib qo'yibdi ekan. Paranglashdim, nimaga qiziqsiz desam, tor yasash ishlari qiziqma, anan keyin hackerlik qiziqma deb. Ben siz bir yerga berib, ben hackerlik qiziqma yoki hacker bo'lmoqchi desangiz, siz qartizimlik tushib qolishingiz mumkin. Nurg'un davlat buni cheklaydi. Ammo men tor bexatarligiga yoki bo'lmasa shu uchur bexatarligiga qiziqma. Meni mush jihatdan ko'proq bilim olib desangiz, imkoniyatingiz bo'ladi dedim. Hamda mening dedim yana ma'lum bir yakkagicha uning kelaqi kurslari, darslari yoki tarbiyalashlari bo'ladi. Uning nerqisini özlüğünü ögünü şarkılı yana qiziqish orqali davomlashtirish to'g'ri keldi.
Köp rahmet, Allah razı olsun. Nayet bir keyifli suhbat oldu. Allah razı olsun inşallah. Rahmet sizga. Qadrli ko'rmanlarimiz, shunday qilib bugungi 20 sonimiz mushada oxirlashdi. Ko'pdan ko'p nayet qimmatli ma'lumotlarga erishdik deb qarayman inshaalloh. Har birimiz mayli qaysi sohada bo'lsin, diqqat qilishimiz kerak bo'lgan masalalar albatta bor. Qiziquvchilarning kimi nayet qimmatli nasihatlar, fikrlar berildi. Xitoyning elib berayotgan bu casusluq hareketlerini tunib o'tgan bo'ldik. İnşallah aldığımızdaki sonda başka bir muhim temada görüşüşe. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.